2 oy oldin Instagramda shu retseptni bilib qoldim va oila a'zolarim bu retseptni oldinroq ko'rmaganimga achinishdi. Qarasam, o'zim 15 yildan beri pishirib keladigan balishimni xamiri ekan, lekin balishni xamiridan bunaqangi zo'r pirog chiqishini bilmagan ekanman. Olmasini qarang, og'zingizda pyure bo'lib erib ketadi-ku. Mayli, hechdan ko'ra kech deb boshlaymiz. Birinchi bo'lib margarinimizni unga botirib olib, keyin tyorkadan chiqarib olamiz. To'liq ganajlarni opisaniyada yozib ketaman. Un bilan margarinni kroshka qilib olganimizdan keyin shakar solib, 2 tuxum chaqamiz. Bitta tuxumni sarig'ini olib qolish kerak edi, lekin videoda opa shu kelovi qo'shilib ketganda menga bitta life-hack o'rgatuvdilar. Menda unaqa bo'lmaydi, chaqilmaydi dedim. Baribir menda ham shunaqa bo'ldi. Tomoqi bilan sarig'i ham qo'shilib tushib ketsa, ko'rib turganinglardek baklashkada shunaqa qilib tortib olsa bo'lar ekan. Zo'r life-hack ekan. O'zim ham birinchi marta ishlatib ko'rdim, ko'rganinglarda. Endi esa smetana qo'shamiz. Men esa qaymoq bilan qatuvni qo'shdim. U ham bo'radi. Yumshoqqina xamir qilib olamiz. Chiroyli qilib yasatib qo'ygan olmalarimizni artib olib, xamirimizni diskga yoyishni boshlaymiz. Agar sizlar ham pishirib ko'rsanglar, kommentariyaga o'xshadi, o'xshamadi deb yozib ketinglar, like'lar bosib. Olmalarni o'rtasidan bo'lib po'choqlarni olib tashlaymiz va bir xil qilib terib chiqamiz. Va shakar hamda tabga ko'ra koritsa qo'shamiz. Bu o'zingizlarning ixtiyoringizga bog'liq, chunki koritsa приятный maza beradi. Shu uchun kerak xolos. Ikkinchi xamirimizni ham ozgina unlab ustiga yopib olamiz, chetlarini birlashtirib, ustiga tuxum sarig'i suramiz va pechga pishirishga yuboramiz. 200 gradusda duxovkada pishirib oldim, keyin ustiga saxarni pudra sepib chiqdim. Yosh boladan tortib, hattoki yosh kattalarga ham yoqdi, hattoki tishim o'tmaydi degan qarilarni ham bahonaligi endi o'tmaydi, bemalol yeb maza qilishadi. Boya aytib o'tganimdek, sizlarni ham uydagilaringlar oldinroq pishirmaganinglarga afsuslanishmasligi uchun sizlar ham videoni saqlanib qo'yinglar va pishirishdan oldin yaqinlaringlarga ham yuborib qo'yinglar, savob bo'ladi-ya.